Hech o'ylab ko'rganmisiz? Aynan nima uchun biz 3 marta choy qaytaramiz? Marhamat. Bizda qadimdan shunaqa odat bor, choyni tozalash rituali. Buni qanaqa bo'ladi? Choy 3 marta qaytarilgan payti birinchisida loy bo'lsin deyiladi. Ikkinchi qaytarilayotgan paytida moy bo'lsin deyiladi va uchinchisida choy bo'lsin deb choyni tindirishga qo'yiladi va birinchi quyilgan piyola mezbonni o'zi bilan qoladi. Bu mana shu xonlik davridan qolgan. Bilasizki, o'sha xonlarni, amirlarni oldida hozirgi til bilan aytganda degustatorlar bo'lgan. Ya'ni mezbon tom ma'noda degustatorlik vazifasini bajaradi. Mehmonlarga choy zaharlanmaganligini ko'rsatish uchun bir narsani doimo yodda tutish kerak. Choy quyilganda juda ham oz miqdorda quyilishi kerak. Buni tagida yotgan ma'no yana menga choy so'rab keling, siz bilan suhbat quraylik degan ma'noni bildiradi. Agar siz piyolani to'ldirib qo'yadigan bo'lsangiz, uni aksi bo'ladi. Ya'ni mana shu bilan tiqilib o'l. Mezbon piyolaga oz miqdorda quyilgan choyni birinchi bo'lib davradagi yoshi katta insonga hurmat tariqasida uzatadi. Shuni yodda tutish kerakki, choy doimo o'ng qo'lda uzatiladi va shunday qilib o'ng qo'lda qabul qilib olinadi. Siz yana qanday qiziqarli va milliy etikalarimizni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.